Assalomu alaykum, hurmatli astirlarchilar, hurmatli gruppadagilar, charchamay turibsizlarmi? Xudo xolisa mana yashiqlarimiz Qashqadaryoga chiqib ketyapti. Bugungi chisloyimiz 8-mart. Hop, 22 ramkalik yashigimiz Qashqadaryo Kasbi tumani Fayzilla qishlog'iga va Qashqadaryo viloyati Mirishkov tumani Jenov shaharchasiga ketyapti. Xudo xolisa yashiqlarimiz. Mana hop, ko'rpachalar va ramdetallar, karmishkalar. Ramdetallar ham 4000 so'mlik ramdetallar, eng yuqori sifatdagi detallar. Mana. Bo'lmasa, mana pochtani nomerini ham olib qo'yaman. Bu yoqdagi yashig'imiz 6 xonalik. Har bitta xonasiga 3 ramkadan ketadi, 3 ta xonasiga bu tomondan kiradi va 3 ta tomoniga bu tomondan kiradi. Mana. Keyin buni oldi tomoni ukulon bo'lgan. Yashig'larimiz sotuvdagilar ham kam qolmoqda. Bular hammasi sotilib bo'lgan. Mana shu yashig'imiz sotuvda. 20 ta ramka tushadi, u 8 ta ramkali asalli mahalla o'shadan ishlatiladi, 18 ramka. Hop, bu yoqda esa 16 ramkalik. Mana shu 10 dona sotuvda 400 ming so'm, 410 ming so'm. Bir donasi narxi 2 xonalik. Bular Samarqandga ketadi, xudo xolisa ertaga. Kimga asalari uchun nima jihozlar kerak bo'lsa, xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar, hamma narsani yetkazib beraman inshaalloh. Varchina, karmushka, ramdetal, keyin ko'rpachalar, hamma narsalar bor, xudo xolisa. Dastavka qilib beramiz. Kelishilgan holatda. Mana bu narxini ham aytib o'taman. Bir donasi 470 ming so'mdan bo'ldi. 22 ramkalik, oldi orqasi 3, ikkita yoni pol 2-2. O'rtasidagi paneri taxta paner bo'lgan. DVP emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.